Sizlarga bitta sirni ochaman. Mana buni qaranglar. Mana bu nimani, ya'niki kovrak shirasini uni asl holati. Mana bu esa ichidagisi. Mana ko'ryapsizlarmi? Vo, ichidagisi. Agar mana shuni ichidagisini qarang. Tuxumni ichiga qarang, ko'ryapsizmi? Mana shunday qilsangiz, mana yosh kattalar ikkitasini aralashtiring. Ikkitasini aralashtiring. Mana ko'ryapsiz? Mana shuni aralashtirib, hammasini aralashtirib. Ko'ryapsizmi? Mana shuni ichsangiz, eski zastarelый kashel, eski qolib ketgan necha yillik analarda yo'talni ko'zini o'yadi. Tushundingizmi? Любой yo'tal, ana xom tuxumga aralashib, ya'ni sassiq kovrakni. Bilasizlar, mana sassiq kovrakni. Buni yana suvga aralashtirish mumkin. Mana qaranglar. Buni suvga ham aralashtirish mumkin. Mana shuni bittasinimi, ikkitasinimi ichiga olov. Mana shuni suvga aralashtirib, qarab turing. Mana любой yo'talni to'xtatadi, faqat homiladorlarga mumkin emas, aytib qo'yay. Tushundingizmi? Suvga aralashtirib ichishingiz mumkin, tuxumga aralashtirib ichishingiz mumkin. Mana bu zo'rroq. Yumshoq qilib. Tuxumni o'zi aslida tomoqda qishishlarni yo'qotib yuboradi. Tushundingizmi? Xullas, bu kovrak shirasi. Bizlar juda ko'p tavsiya qilamiz. Bu zlokачественный опухолlarga ham, onkologiyaga ham beriladi. Erkaklik quvvatini ham ko'taradi, ishni ham yumshatadi. Tushundingizmi? Tak barcha do'konlarimizda bor bu narsa. Yosh bolalarga ham ketaveradi. Faqat 7-8 yoshdan keyin.